Farg'ona shahri viloyatning ma'muriy, iqtisodiy va madaniy markazi sanaladi. 1924-yildan boshlab shahar Farg'ona nomi bilan mashhur. Ko'rinadiki, shahar uzoq tarixga ega bo'lmasa ham, ammo nom uzoq tarixga ega. Taniqli nomshunos olim Farg'ona so'zining etimologiyasiga oid o'ndan ortiq talqinni keltirgan va ularning birontasi ham qat'iy izoh deb hisoblanmagan. Ular orasida vodiyning geografik o'rni bilan bog'liq va qadimiy so'x tiliga tegishli Parkona, har tarafi tog', bir yog'igina ochiq bo'lgan vodiy, atrofi berk vodiy so'zi Farg'ona nomiga asos bo'lgan degan izohni haqiqatga yaqin desak bo'ladi. O'zbek olimi Xo'jayevning yozishicha, Dayyuan toponimi ilk bor Han sulolasining elchisi orqali Xitoy manbalarida paydo bo'lgan. Faqat milodiy 7-asrdan keyin yozilgan Xitoy manbalarida Farg'ona nomi Faxanna shaklida tilga olingan. Mutaxassislar Faxanna Farg'ona toponimining xitoycha transkripsiyasi ekanligini aniqlashgan. Demak, milodiy 7-asrdan keyin qadimiy Parkona nomi Farg'onaga aylangan. Ma'lumki, ayrim shevalarda f bilan p tovushi almashtirib talaffuz qilinadi. Masalan, Farg'onani Parg'ona shaklida talaffuz qilish tez-tez uchrab turadi. Xitoy olimning yozishicha, sharqiy Eroniy tillarida Pargona so'zi atrofi tog'lar bilan o'ralgan va faqat bir tomoni ochiq bo'lgan joy ma'nosida qo'llanilgan. Arablar kelgandan keyin ularning til xususiyatlariga ko'ra p tovushi f ga o'zgarib, Pargona nomi Farg'ona deb talaffuz qilingan. Demak, qadim zamonda geografik joylashuviga ko'ra atrofi tog'lar bilan o'ralgan, o'rta sathi tekis va nisbatan pastroq vodiyni mahalliy xalq Parkona deyishgan.